Labbi ona. Avo, bolam, xotiningni ko'zi yoryapti. Tezroq yetib kel. Yo'q, hozir boraman. Men qara ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? So'roq aka. Turib ketganimda nima bo'lardi? Ishi qotdi o'tadi. Men qara aqlli. Ustingdan bosib o'tib ketishga ham aqlim yetadi. Menga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Sani bo'lsa it qidirmaydi. O'shaning uchun yo'lingni topib yur, tushundingmi? Nogiron. Doktor, hammasi yaxshimi? Yaxshi qutulib olishdimi? Tabriklayman. O'g'il farzandli bo'ldingiz. Xudoga shukr. Faqat o'g'lingiz tug'ma nogiron bo'lib tug'ildi. Oyog'ida muammosi bor. Birodarlar, odamni ustidan kulish mumkin emas. Odamni odam o'zidan past sanashi mumkin emas. Insonni hurmat qilish uchun uni e'tirof qilish kerak bo'ladi. Alloh taborak va taolo kimda nuqson qilgan bo'lsa, Allohim qilgan. Uni kechirmay bo'ladimi? Nuqsonni. Uni naqqoshi Alloh